Bir dona farzandga zor bo'lib, Alloh nima sinovlab bergan tariqani xonadonlarda yashash bor. Hozirgi insonligi nima yetishmaydi o'zi. Charchamayapsizmi Janargul aka? Rahmat, Xudoga shukr. Tirikchilik qayerdan, nimadan tushunishadi? Oylik tushum nimadan keladi? Faqat pensiya bilan yashaymiz. Hammadan nogironlik bor oilada. Faqat bizda ikkalamizda bor. Bularniki yo'q. Bularniki yaqinda operatsiya bo'ldi. 4 marta operatsiya bo'ldi. Oxiri bitta ko'zini, qaynonamda bitta ko'zini olib tashlashga to'g'ri keldi. Faqat pensiya puliga ishlaysiz. Faqat pensiya puli. Farzandlaringiz yo'q. Yo'q. Necha yil bo'ldi turmush qurganingiz? 7 yil bo'ldi. 7 yil bo'ldi. Qaratmagan joyimiz qolmadi, to'g'risini aytganda. Ochig'ini Alloh bermasa qiyin ekanda. Har kimga har xil sinov berilarkan, bunday qaragan. Xudoga shukr deymiz, mana shu qaynim bolalari bor. Shularni olib yuramiz endi, nima qilamiz boshqa. Hozirgi insonligi nima yetishmaydi o'zi. To'g'risini aytganda ko'pchilik to'qlikka sho'xlik qiladi-da. Chunki masalan farzand beradi, boylik beradi Xudoyim, lekin o'shanga shukr qilmaydi. Shukrlik yetishmaydi menimcha shu bunaqalarga insonlarga. E'tibor bering, Allohning har qanday bergan sinoviga chiroyli sabr qilib ayollik vazifasini o'tayotgan bu ayol, Allohning bergan har qanday sinoviga sabr qilib oilani mustahkam ushlab turgan bu erkak, bu har bir ko'zi ochiq bandalar uchun, bizlar uchun ibratdir. Ularga nima ehtiyojingiz bor desak, hammasi yaxshi, alhamdulillah. Faqat shu Allohdan farzand so'raymiz deyshadi. Keling, ularni bir chiroyli uyli qilamiz. Mana shunday loy kechib yurishgan xonadonlardan ularni olib chiqib, alohida chiroyli bir go'zal uyga joylashtiramiz. Allohdan o'zi eng ko'p so'raydigan narsangiz nima, Janargul aka? Eng ko'p so'raydigan narsam nima deydi? Qalbimga o'sha iymon nurini kirgizgin va farzand bergin. Men ko'p so'rayman. Alloh agar sizga farzand bersa, kimga o'xshaganini xohlardingiz? Kimga o'xshashini xohlardingiz farzandingizga? Farzand bersa, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga o'xshashini xohlardim, chunki ularning hayotlari har bitta o'sha ummatlar uchun ibratli. Agar o'g'il farzand berilgan bo'lsa, ismini Muhammad qo'yardim. Yurak yuragimda sog'indim sizni. Shunaqa holatda, mana shunaqa sinovlar bilan Rasululloh alayhisalomni ko'rish orzusida o'tirishibdi. Bir dona farzandga zor bo'lib, Alloh nima sinovlab bergan tariqani xonadonlarda yashash bor. Lekin ular niyatligi nima? Allohning rasulini ko'rish. Farzandli bo'lishdan maqsad nima desangiz, Rasululloh alayhisalomga o'xshagan inson qilib tarbiyalash, shunaqa farzandimiz bo'lsin deymiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Yana bir bor shunaqa qalbimizga bir xushu kirgizib, ko'zimizni ochganingiz uchun sizlarga rahmat deyman. Ya Allohim, Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Ey Parvardigorim, har bitta bandaga o'zing hisob bergin, har bitta bandani shu jannatlarda Kavsar yonida Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yonida ko'rishlikni nasib qilsin. Bizga ihson qilganlarni, bizga yordam, ko'mak qo'llarini cho'zganlarni har bittasini o'sha payg'ambarimizni husn jamolidan nasib qilgin, ey Allohim. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.